Yangi qishloq, ha, qiziq. Nima uchun dadam meni bu yerga jo'natdi ekan? Esimda uy sotib olishim kerak degani va mana bu uy edi. Tak, yonida to'xtaymiz. Ajoyib, sekin mashinani yaxshilab joyiga qo'yishimiz kerak. Hatsa nima qilaman asla, baribir ham dadam yangisini sotib olib beradi. Bu yerda fermalar bor ekan, zo'r. Men fermachilikka juda ham qiziqaman, lekin juda ham kam pul to'lashadi. Shuning uchun ham dadamning pullariga yashaganim ma'qul. Qiziq uylar bor ekan bu yerda, 2 qavatli, katta uylar. Qiziq, merniki mana bu yerda bo'lishi kerak edi. Quduq bor ekan. Ha, merning uyi eng o'rtadagi kattasi degan edi. Mayli, ko'ramiz. Bu yerda kichkina uylar, axlatxona, u yerda ham bitta katta uy. Menimcha mana shu bo'lsa kerak. O'rtada va eng katta. Qiziq, lekin mer ichkaridamikan? Ichkarida yo'q, tushunarli, lekin shinamgina ekan uyi. Zo'r gap yo'q. Salom Drix. Salom janob mer. Meni dadam jo'natgandilar, uy sotib olishim kerak edi. Ha, esimda. Dadang jo'natganda ko'rdingmi uyni? Ha, ana tarafdagi. Yur unda. Sen hozir yaxshilab ko'rasan va pulni bersang bo'ladi. 25,000 rubl edi, ha, xuddi shunday. Ajoyib. Sen uchun maxsus eshiklarni ochib qo'ydik havo almashish uchun va biroz tozaladik. Qolganini o'zing eplab olarsan. Yo'q, men sotib olsam bo'lganini. Dadang aytdiki, bu uyda qolasan deb. Yo'q, qolmayman. Bu shunchaki sotib olishim kerak. 25,000 rubl edi, ha, 25,000 rubl. Bo'pti, mana olishingiz mumkin. Aha, kalitni ushla. Mayli, men unda ketim. Sen uyga joylashaver. Yo'q, bu yerda yashash niyatim yo'q, ha. Dadang bilan bir gaplashib ko'r, keyin oldimga kelarsan. Qiziq, dadam nimani kelishgan bo'lishi mumkin ekan, lekin menga dadam aytmagandi bu yerda qolasan deb. Qiziq, mayli, lekin baribir ham uyni tozalab qo'ygan ma'qul, lekin birinchi dadamga qo'ng'iroq qilib olsammikin? Xo'p, mayli, hozir mashinani uyni yoniga olib kelib qo'yay, keyin gaplashib olaman dadam bilan. Nima istar ekan mendan, nima uchun bu yerda qolishim kerak ekan. Balki bir necha kungadir bu yerga ustalar kelgunicha, lekin hayronman, nima qilardi qishloqdan uy olib to'xtashimiz kerak mana bu yerda. Bo'ldi, drift, sekin va ajoyib. Bo'ldi, mashina haydashda ustaman. Hazillashdim, hattoki pravam ham yo'q, lekin nima g'am, agar militsiya ushlab olsa ham dadam menga yordam beradi. Shtraflarni ham lyuboydan to'lab yuboradi. Bo'ldi, yaxshi. Endi uyni tozalash kerak. Albatta bunaqa ishlarni qilishni xohlamayman, lekin mayli, dadam keyin juda ham xafa bo'lishi mumkin mendan. Shundoq ham oxirgi vaqtlarda uni juda ham ko'p xafa qildim. Har doim meni davrimda yashab yuribsan, dadasining erkasi unday bunday deb meni kesatadi, kamsitadi. Nima ham qilardim? Boshqa ilojim yo'q. Aytganlarini qilay, balki shunda ozgina xursand bo'lib meni tinch qo'yar. Ha, pullarni ishlasam nima bo'libdi? Nahotki o'z o'g'lidan pullarni qizg'ansa, millionlab rubllarni. Ha, mayli, umid qilamanki qizg'anmaydi. Hatto qizg'anishi ham mumkin, chunki meni mana bu yerlarga jo'natdi va umid qilamanki xuddi filmlardagidek boy otalar o'g'illarini qishloqqa jo'natishdi. Yo'q, umid qilamanki bunday bo'lmaydi. Dadam bunaqa darajada yomon emas. Yo'q, meni bu yerda yasha deb jo'natgan bo'lishi mumkin emas, lekin baribir ham har qalay bir qo'ng'iroq qilib qo'yganim ma'qul menimcha. Chin ursin, qani ketdik, merdan so'rab ko'raychi. Ha, mayli, lekin nima deyishni bilmay qoldim. Janob mer, ha, nima bo'ldi? Sizda birikta instrumentlar yo'qmi? Qanaqangi instrumentlar? Bolta, kirka, hammasi yerga bo'ladi. Ha, qishloq hayotiga moslashaver. Mana senga mendan sovg'a olishing mumkin. Yo'q, men baribir bu yerda uzoq qolmayman, shunchaki uyni tozalashga kerak edi. Chinursen merning gaplari menimcha dadam meni ruxsatini bu yerda qoldirmoqchiga o'xshaydi. Yo'q, men bu yerda qolishni istamayman. Maqsadlarni hammasini tashlab yuboraman va hozir uyni yana birozgina tozalab, bu yerdan birdaniga yog'imni chiqlataman. Yo'q, qaytishni istamayman. Boshqa bu qishloqqa hozir birdaniga shaharga qaytib ketaman. Tak, bo'ldi, hamma axlatlarni tashlab yubordim. Pichoq kerak bo'lib qolishi mumkin yana ichkarida. Bo'ldi. Odamni qo'rqitadi meram, dadam ham. Ha, mayli, bo'ldi. Hozir bu yerni tozalab tashlaymiz va ajoyib. Yoki qo'ng'iroq qilmasammikin, qo'ng'iroq qilsammikin bilmayman nima qilishni. Tushunarsan. Juda ham qo'rqib ketyapman. Agar dadam rostdan meni bu yerda yashashga qoldirmoqchi bo'lsa-chi? Yo'q, unday bo'lmasa kerak. Bir qo'ng'iroq qilib ko'raychi. Tak. Allo, dada? Salom Drix, qishloq hayotiga moslashyapsanmi? Qanaqangi qishloq hayoti? Ha, uyni sotib oldim va hammasini tozalab qo'ydim. Endi qaytaversam bo'ladimi? Yo'q, uni o'sha yerda qolib yashashing kerak. Yashashni xohlamayman bu yerda. Shundoq ham boshimga juda ham ko'p balolar orttirding. Shuning uchun ham hozircha o'sha yerda yashaganing ma'qul. Lekin dada, bekini yo'q, o'sha yerda qolasan dedim. Ha, mayli, bo'pti, qolganim bo'lsin. Bilardim meni hech qachon yaxshi ko'rmagan ekaningizni. Katta tezlikda sen undan urib ketdingmi? Men adashib urib ketib qolibman-da, shunchaman. Ha, bosib ketibman bir odamni. Shunga nima qilibdi? Shunga meni qishloqqa jo'natish kerakmidi? Tushunursan, men istamagandim. O'zi ichib olgan odam yo'lda chiqib qoldi. Nima qilay? Qoidalarni bilmasam, hattoki pravani ham dadim sotib olib bergan edi. Men bu yerda yashashni tushunursan, raqamni o'chirib qo'yibdi. Ha, aniq bu yerda qolishim
Endi tayin bo'ldi. Chin nursin, lekin bu yerda qolishni istamayman. Axir shunday zo'r mashinam bor. Albatta hozir shaharga qaytsam bo'ladi, lekin bundan battar muammolar chiqishi mumkin. Shuning uchun ham mayli, qishloqda qolganim bo'la qolsin. O'zi xayolimga kelganda o'sha odamni mana shu bagajnikka solib olib borib dengizga tashlash, lekin nima qilardim, endi shunda yashashga majburman. Qanaqadir eski sassiq qishloqda. Hay, Drix, nima? Beri, salom. Salom. Dadang mana senga yuk jo'natdi. Yuk qanaqangi yuk? Kerak bo'lib qolar ekan qishloq hayotida. Bo'pti, omad. Shoshma. Beri ketib qoldi. Dadam jo'natdi ekan. Qiziq. Ha, mayli, hozir ko'ramiz. Menga juda ham qiziq nima bo'lishi mumkin bu yerda. Xo'sh. Nima? Mebel? Va qanaqadir yog'ochli tushunmadim. Men yog'ochli mebelga o'tirishni xohlamayman. Menga yaxshi mebel kerak. Yumshoqqinasidan divanlar qani, televizorchi tushunmadim. Nima? Mana bu stollarga o'tiraman har xil rangli. Nima? Dadam meni shunchaki ustimdan kulyapti. Bunaqangi stollarda o'tirishni xohlamayman. Menga kim ovqat tayyorlaydi endi? Chinursin. Axir u odam o'zi mast yo'lga chiqib keldi. Meni nima aybim bor? Chinursin. Bo'pti, nima bo'lsa ham men bu qiyinchiliklarni yengib o'taman va hali qaytsam o'zimning biznesimni boshlayman. Dadamdan ham kuchayib ketaman. Va agar o'g'lim bo'ladigan bo'lsa, hech qachon mana bunday qiynamayman. Endi men ish topishim kerak. Mayli, merdan so'rab ko'raychi. Dada, nima uchun bunday qildingiz? Meni nima aybim bor edi? Janob mer yana uyda yo'q. Ha, men shu yerdaman. Nima, shu yerdasiz? Ha, menga ish kerak edi. Ish ajoyib. Xo'sh, qishloqda menga nima ish topiladi? Fermerchilik? Ha, yur ko'rsataman. U zo'r ish. Mana olishing mumkin motekani. Ajoyib. Bu nimaga kerak? Bu ketmon yoki motega yur orqamda ko'rsataman nima qilish kerakligini. Aha. Xo'sh, hozir hammasini ko'rasan. Mana bu uying yonidagi огород seniki bo'ladi va to'g'risidagi ha. Boshqani endi bir urchi. Urayni mana kartoshkani. Kartoshka tushdi. Yaxshi. Yana ur. Qaysini uray? Shoshma, bu yoqqa kel. Ha? Men senga yer chopishni o'rgataman. Yer chopishni, ha, nima qilyapsiz? Terib ol kartoshkalarni. Men hammasini oldingiz. Mayli, endi bir yerni urchi ketmon bilan. Tak. Yaxshimi? Ha, yaxshi, davay, ek qaytarib. Hoppa, ekildi zo'r. Davay, yoqyaptimi senga? Ha, ish yoqyapti, yomon emas, zo'r. Davay, mana shularni qil va bu tarafdagi ferma ham seniki. Olg'a. Katta rahmat, janob mer. Fermerchilik zo'r shekam, menga yoqyapti. Ha, albatta menimcha juda ham kam pul berishadi, lekin qishloq hayotiga yetsa kerak va albatta juda ham qimmat narsalardan voz kechishimga to'g'ri keladi. Yoki mashinamni sotib yuborsam, yo'q, agar mashinamni sotib yuborsam, dadamga bahona bo'ladi va albatta keyin menga bunaqangi zo'r BMW olib bermasligi aniq. Shuning uchun ham yo'q, fermerchilikdan qiynalsam ham o'z peshona terim bilan pul ishlab topaman va bu qishloqda ko'tarilib ketaman. Keyinchalik sali qaytib olay, birorta biznes ochaman dadamni pullariga albatta, lekin men qayerdan pul olardim fermer bo'lib? Ferma nima qilishni bilmay qoldim. Yosh boshimga shuncha tashvish. Bekor o'sha mashina haydab chiqdim, lekin Moskvadan yo'lda chiqib borishni qayerdan bilibman? Yo'q. Ha, mayli, endi mana bu yerda loylar ichida ishlashga majburman. Axir shahardagi eng boy odamni o'g'li edim. Esa fermer bo'lib yuribman. Mayli, shuncha kartoshka va qanaqadir g'alati sassiq kartoshka ham bor ekan ichida. Okey, mayli, qani mana bularni ham terib olaychi. Bir gap bo'lar. Umid qilamanki, bu yerda uzoq qolishimga to'g'ri kelmaydi. Dadam hamma ishlarni bosib qiladi qadamidagi va maza qilib qishloqdan shaharga qaytsam bo'ladi. Yo'q, qishloqqa boshqa qaytmayman. Qani bir yana yer chopib ko'raychi. Qo'l bilan bo'lmas ekan. Mana nima uchun ketmon kerak ekan. Yerni sindirib ham olib bo'lmas ekan chopilgan yerni. Qani? Rostanim. Ha, bo'ldi, boshqa chopmayman va ustiga ham sakramayman. Biroq ustiga sakrasa esa oyoqlarda o'sib bo'laman. Ha, bo'ldi, mana bu yerlarni ham hammasi ekib chiqamiz va bir ham qornim ochib ketdiki, xom kartoshkani yeb ko'rsam, hech narsa qilmasa kerak. Birozgina achchiqdan ekan, lekin mayli, suvga ham tushishga to'g'ri kelyapti. Ishtonlarim ho'l bo'lib ketdi. Kiyimni masashim kerak, chunki bu yerda kimga kiyim olib beradi? Dabdala bo'ldi hammasi. Bo'pti, narsani terib olaman, bo'ldi. Kartoshkalarni hammasini terdim, qaytarib ekib chiqsam bo'lgani. Yaxshi. Bo'ldi, mana ularni ham ekib chiqaman. Yaxshi, ajoyib. Birozgina menimcha qishloq hayotiga ko'nika boshlayapman, hattoki mana bu fermerlikka ham. Shuni xohlamagandim men axir, lekin boshqa ilojim yo'q. Bo'ldi, hammasi yaxshi. Endi olib borsam bo'ladi. Merga mana shuncha kartoshkalar juda ham ko'p bo'ldi. Janob mer, qayerdasiz? Yana qayerga ketib qoldi ekan? Nimaga paydo bo'lyapti? Janob mer, qani siz? Odatda janob mer yo'q ekan deganimda orqamdan chiqib qolardi, lekin chiqmayapti bu safar. Mayli, qani oppa bu yerda olmosli narsalar bor ekan. Merni tushunarli va qanaqadir tosh ham turibdi. Yana bir ochib ko'rsa, nimaga ochilmayapti qaytib? Chinosidan qanaqadir binafsharang narsani ko'rganim, lekin
Mayli, keyin qarab ko'raman. Dadamda ham xuddi shunaqasi bor edi, seyfida turar edi. Har nomerlarni va kuchli odamlarni pul ko'plarda shunaqangi narsa bo'lsa kerak. Qiziq, lekin menga ushlashga bermas edi. Umid qilamanki, mer ushlab ko'rishga beradi. Ya'ni mana shu binafsharang narsasini sandiq ichida turgan. Ungacha esa narsalarni mana bu yerga tashlab qo'yay va birozgina dam olaman. Bellarim og'rib ketdi. Tak, qani hammangiz otlaninglar mana bu yerga. Kalt va telefon esa o'zimda turadi va eshikni yopib qo'yaman. Bo'ldi. Charchadim. Kech bo'lib ketibdi. Chinosdan kartoshkalarni axir olib borib bermabman. Judayam charchadim va qattiq uxlab qolibman. Hozir soat necha bo'ldi ekan? Telefonim ham zaryad tugab qolganga o'xshaydi. Bo'ldi, hozir merning yoniga boraman. Tak, kartoshkalarni hammasini olish kerak va bo'ldi. Mana bu sas kartoshkalarni ham olib boraman. Bilmadim nima qilishni. Ket. Tak. Olg'a, janob mer uyda o'tiribdi. Yaxshi, hozir hammasini olib borib beraman. Menga qarayapti. Yaxshi. Biram muhim kelibdi. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum. Mana olib keldim sizga kartoshkalar. Mana yana 3 tasi. Bunaqa kartoshka kerak emas. Nimaga? Nima qilasiz? Axir biz sas kartoshka kerak emasmi? Yo'q. Men kerak deb o'ylabman. Shunchaki otib yuboraver. Bo'ldi. Mana olishingiz mumkin qolganini. Yaxshi. Mana bu pullar seniki. Yaxshi ko'ribman. 4 ta 200 talik janob mer. Bo'ldi, tushunganday bo'ldim. Bo'ldi, janob mer, hammasini tushundim. Yaxshi, katta rahmat. Mayli, xayrli kech. Senga ham. Ajoyib. Bo'ldi, tushundim. Xolos, qancha ko'p sas kartoshka bo'lsa, shuncha pul berishar ekan. Mana menda 4 ta sas kartoshka va 4 ta 200 talik. Demak, sas kartoshkalar ko'proq bo'lish kerak. Tushundim. Bo'ldi. Endi shunaqangi ko'p sas kartoshkalar yig'amanki va mana buni ham tashlab yubormayman. Kelasi safar ko'proq pul olishga. Baribir dadam biznesmen, menga ham biznesdan o'tganda, mana bu haqiqiy biznes bo'ladi. Fermerchilikda ko'tarilib ketaman. Mana buni esa qayerga qo'ysam ekan? Merga olib borib bera qolay. O'zi nima qilishni biladi yoki tashlab yuborsin. Mayli, merga bera qolaman, balki kerak bo'lar. Bor yo'q bittagina sandig'i bor ekan yoki menga kerak. Mayli, janob mer, mana sizga quti. Katta rahmat. Bo'pti, men ketdim. Xayrli tong. Sizga ham. Stop, lekin rostdan menga kerak bo'lar. Hozir endi yana qaytib borish biroz noqulay bo'ladi. Bo'pti, qolaversin. To'xtab tushunmadim. Nima bo'ldi hozir? Uyda kimdir bormidi? Tushunmadim. Xuddiki tak, uydan kimdir bormi uyda? Tushunursan, uyda qolishni sevmayman. Xuddiki yonib turgan ko'zlarni ko'rgandek bo'ldim. Tushunursan, bo'ldi, qaytdim. Janob mer. Nima bo'ldi? Uyda kimdir bor. Kim bo'lishi mumkin? Bilmasam, qanaqadir ko'z yonib turadigan oppoq narsa. Yana ko'rdim. Nimani ko'rding? Ana bu tarafga qarang. U yerda hech narsa yo'q. Qo'ying, bo'sh. Shuncha yildan bo'sh turibdi. Kim bo'lishi mumkin u yerda? Gapingiz to'g'ri. Balki shunchaki charchagandir. Mana juda ham ko'p ish qildim chunki bugun. Shunday bo'lsa kerak. Ko'zimga ko'rinyapti. Axir hali uyqum ochilgani yo'q. Balki hozir tush ko'rayotgandir mana. Aniq tush ko'ryapman. Hozir uyg'onsam o'zimni uyimda bo'laman. Bu aniq. Tak, stop, mikrofon qo'yib qoldimmi? Tushunmadim, juda ham g'alati ishlar bo'lyapti. Bo'ldi, bu uyga boshqa qaytmayman. Menimcha tush ko'rmayapman umuman. Tushunsin, bo'ldi. Mashinada qolaman bugun. Mashinada uxlayman. Tak, qaytish kerak. Yo'q, shahrimga qaytib bora olmayman. Yo'q, qo'shni fermasini dabdala qildim, lekin mayli. Bo'ldi.